Assalomu alaykum. Mana hali aytib o'tganimizdek, bu amerikaliklar juda ham servisga usta dedim. Servisga qanday usta masalan? Bular mana shu hozir amprikar, ya'ni suvdagi mashina. Bu narsani qarang. Shu yerga restoranga kelib, mana shu restoranga kelib ovqatlanganlar. Ovqatlanib bo'lib qolsa 20 minutlik mana shu mashinada suvda yurib aylanish imkoniyatiga ega. Mana bu uslugasi bor. Agar restoranga kirmaydigan bo'lsa, bu yerda bilet sotilar ekan. Bu yerda $105 ekan 4 ta odamga. Bitta o'zini komandir deyiladi, kapitan. O'zi za rulyom bo'lar ekan. O'shanda mashinada yurib 20 minut sayohat qildilar ekan. Mana hozir shular kelishdi, nimada? Bitta oyda keldi. Mashina bu yerda aylanib o'zi yana qayta u yoqqa qarab nima. Endi o'sha paytda bu mashinalarni birinchi bo'lib nimalar Germaniya, nemislar ishlab chiqargan ekan. 4 xil. Mana shu qizil, shunga o'xshagan moviy, pushti, yana bir shunga o'xshagan 4-rangda hozir nima o'qidim, lekin esimdan chiqib qoldi. Shu rangdagi mashinalarni 1961-yilda dastlabki nimasini chiqarishgan ekan bular. Mana shu 20 minutlik mana suvdagi mashinada sayohat 4 kishiga $105. Bu yerda tomosha qiladigan restoran. Bu yerda servisni chiroyli qilishgan. Haqiqatan ham berish kerak. Bu yoqda do'konlar, magazinlar mana hammasi. Ya da bu yerda o'sha Disneyda alohida o'z magazinlari bor. Disneydagi jamiki hayvonlarni, jamiki o'sha yerda Disney nima bo'lsa o'shalardagi igrushkalar, yumshoq o'yinchoqlarni sotadigan magazinlar bor. Mana birinchi nima ketyapti. Mana o'zini masalan kapitani za rulyom. Mana shu tagi aylanar ekan. Shu boshini kelsa mana suvda yurishni ko'ramiz. Orqasidagi parrak hisobida mana. Ko'ryapsizlar, orqasidagi parrak hisobida ko'proq yuradi shekilli. Mana ketdi. Maybe, yeah, it's quite a few lot. 20 minutlik sayohat, suvda sayohat. Boshida. There's one right there. Yeah. Nima deymiz? Safarlar bexatar bo'lsin, sog'-salomat borib kelishsin. Shuni. Sizlar bilan keyingi videomizgacha xayr.